birovlarning ishini ko'rasiz-ku, buni qanaqa qildi ekan bu joyini? Nega bizda bunaqa chiqmayapti? deb savol paydo bo'ladi-da. Keyin u joyni o'rganganingizdan keyin mana buni qanaqa qilyapti ekan? Nega mendan unaqa chiqmayapti desa, borib o'rganib kelasiz o'sha joyni. Ya'ni eng yaxshi o'quvchi o'zini kamchiligini bilgan o'quvchi hisoblanadi o'zi. Nima uchun katta vrachlar ham malaka oshirishga borishadi? Shifokorlik sohasi aslida juda ham mas'uliyatli va murakkab sohalardan biri hisoblanadi. Har doim shifokorlarimiz o'zini ustida ishlashi kerak bo'ladi, malakasini oshirish kerak bo'ladi. O'zim misolimda tushuntirishim mumkin bo'ladi. Masalan, men rinoplastika bilan shug'ullanaman va rinoplastikada juda ham ko'p savollar boshida mana paydo bo'lgan, lekin afsuski hech qaysi adabiyotlarda bunga yechim bo'lmagan. Shuning uchun iloji yo'q, men o'zimni savollarimga javob topish uchun ko'pgina davlatlarga malaka oshirishga borganman va shu joyda biz ustozlari maslahatlari, ularni demak ish jarayonidagi tajribalari orqali shu savollarimga javob topganman. Aynan shuning uchun malaka oshirishlarga borish kerak bo'ladi. Va endilikda siz ushbu bilimlarni bizning Lor Prof praktikumida olishingiz imkoniyati bo'ladi. Biz shu kursimizda sizlarga eng nozik hamda dolzarb bo'lgan ilmlarni xudo xolasa o'rgatamiz.